Assalamu alaykum qarindoshlar. Biz bugun o'zi oddiy lekin nihoyat muhim bo'lgan bir mazmunni o'rganamiz. U bo'lsa-mu eng kichik o'rtaq haslik son va eng cho'ng o'rtaq bo'lguchi. Ya'ni Turkiyada boshlang'ich to'liq so'z va yoki qanday matematik o'rgangan qarindoshlar balkim tushunmay qolish mumkin. Qanday turkchada buni qisqartirib EBOB va EKOK deb ataydi. Ya'ni bu EBOB degan qanday eng buyuk o'rtaq bilan mavju eng kichik o'rtaq katsayı degandan qisqartirilmasi. Unda bo'lsa biz dars boshlashdan burun avval qanday o'rtaq bu so'zga qarab boqaylik. Shundami yakka yoki tek qanday bir narsadan shundami o'rtaqlikdan so'z ochqilib bo'lmaydi shundami? 2 va 2 dan ko'p bo'lgan inson yoki shaylarda bir o'rtaqlik bo'lishi mumkin. Masalan qanday bu ikki o'quvchida qanday o'rtaqlik bor? Ikkalisining qanday matematikasi bak yaxshi, inglizchani bak yaxshi so'zlaydi deganga o'xshash. Yoki masalan 3 bilan 4 ning qanday o'rtaqligi bor? Ikkalisi bir xonlik son yoki ikkalisi qanday tabiiy sonlar deganga o'xshash shundami? Unda biz hassilik son yoki hassa. Ya'ni qanday bo'ldi desa, masalan bir o'quvchi bor, yanchig'ida qanday 5 TL bor. Mening yanchig'imda-chi 10 TL bor. Unda bo'lsa, mening yanchig'imdagi pul bu o'quvchining yanchig'idagi pulning qanday ikkasi yoki menda 20 TL bo'lsa, 4 hassa shundami? Unda bo'lsa biz darsimizga qarab boqaylik. Men yana qanday 2 deb bir son yozdim. Unda bo'lsa qanday bu 2 ning hassilik sonlari. Shundami? Masalan 2 ning 1'si bo'lsa necha bo'ldi? 2, 2 ning 2'si, 4, 2 ning 3'si, 6, 2 ning 4'si, 8, 2 ning 5'si, 10, 12, 14 shundami? 16, ana ikinchi 18, 20, 22, 24 deganga o'xshash. Mushta. Masalan 24 2 ning qanday? 12'si. Shundami? Mushta ketadi. Unda o'zi masalan yana bir son yozay 3 deb. Unda o'zi 3 ning qanday? 1'si necha bo'ldi? 3. 3 ning 2'si 6, 3'si 9, 4'si 12, 5'si 15, 6'si 18, 21, 24, 27, 30 deganga o'xshash. Bular hammasi qanday? 3 ning hassilik sonlari. Bular qanday? Cheksiz ketadi. Unda bo'lsa men 2 ning hassilik sonlarini yozdim, 3 ning hassilik sonlarini yozdim. 2 bilan 3 ning hassilik sonlarining ichida o'rtaq bo'lgan hassilik sonlar bormi? Albatta bor. Masalan qaraydigan bo'lsa qanday? 6 shundami? Ikkilisiga o'rtaq. Ya'ni-chi 12, ya'ni-chi 18 bor ekan shundami? 18, ya'ni-chi 24. Unda o'z qaraydigan bo'lsa 6, 12, 18, 24 shundami? Bular hammasi qanday? 6 ning hassilik sonlari. Ya'ni qaraydigan bo'lsak, keyinda qanday? 30, 36, 42 degan nurg'un sonlar, 48 masalan 2 bilan 3 ning qanday o'rtaq hassilik sonlari bo'laydi. Unda bo'lsa yana bir tal misol beray. Masalan 4 qanday bilan 6 ning misolini beray masalan. 4 ning hassilik sonlarini deb turamiz. Unda bo'lsa qanday? 4, 8, 12, shunami? 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Masalan, mushaga yozay. 6 ning hassilik sonlari shu. 1'si 6, 2'si 12, 3'si 18, 4'si 24, 5'si 30, 36, 42, 48. Mushaga yozay. Albatta qanday nurg'un sonlarni yozg'ili bo'ldi. Bu sonlar hammasi qanday? Masalan, ustidagilar 4 ning hassilik sonlari, ostidagilar 6 ning hassilik sonlari. Tushunami? O'rtaq hassilik sonlari bormi? Albatta bor. Masalan, 12 o'rtaq shundami? O'rtaq degan yana qanday? Ikkilisida bor bo'lgan. Boshqa andan keyin 24 o'rtaq, ya'ni-chi 36 qanday? O'rtaq. Yana bir misol. Masalan qanday? 8 bilan 12. 8 ning hassilik sonlari. 8 ning 1'si 8, 2'si 16, 3'si 24, 4'si 32, 5'si qanday? 40 shunami? 6'si 48, anan ikinchi, mushta davomli ketadi. 12 ning hassilik sonlari-chi? 12, 24, anan ikin 36, 48 shunami? Ya'ni keyingisi 60, 72 deganga o'xshash davomli ketadi. Unda bo'lsa o'rtaq hassilik sonlari-chi? O'rtaq hassilik sonlari 24. Yana bormi? 48. Masalan, undan keyingi qanday? 60 bo'lamaydi, 72 bo'la oladi masalan. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, masalan 24, 48, 72 masalan, keyingisi 96. Bular hammasi qanday? 8 bilan 12 ning qanday? O'rtaq hassilik sonlari. Ya'ni nurg'unlar bor keyinda. Men o'rtaq hassilik sonlarini qanday? Qizil qalam bilan bo'yab qo'ydim. Unda bo'lsa bizning maqsadimiz bu o'rtaq hassilik sonlarining ichidagi eng kichikini tepish. Masalan 2 bilan 3 ning o'rtaq hassilik sonlarining ichidagi eng kichigi necha? 6 bo'ldi ekan shundami? 4 bilan 6 ning 12 bo'ldi ekan. Unda bo'lsa qanday? 8 bilan 12 ning 24 bo'ldi ekan.
Unda olsa biz her daim işte yezip tapamdık. Yo'q. Aldı bilan qanda biz en çok ortak bölgüçlerini bir körüp öteyli. Anandan keyin men bir taktik dep birimi. Ha, unda qolsa navbatda biz qanda en çok ortak bölgüçü bilan bir tunuşup chiqayli. Masalan, men ikki tal son yazay. 8 bilan qanda 12. 8 ning bütün bölgüçleri. Şundama, onda olsa 8 ni bütün bilalaydigan sonlar. Necha ba? 1 ba, 2 ba, 4 qanda 8 ba. Şundama. 12 ni bütün bilalaydigan sonlarcha, masalan, 1, 2, 3, 4, 6 qanda 12. Bütün bilalaydı degan gap bu sonlarga bölsem şundama 12 ni qanday bölünme qanday bo'ldi? Javob natija bütün chiqdi degan gap. Onda bo'lsa 8 bilan 12 ning bütün bölgüçleri, yani qanday bölgüçlerning ichidagi qanday o'rtaqlarga bir qarab baqayli. Bu o'rtaqlari albatta bor. Masalan qanday 1, 2, yani 4 degan gap shundami? O'rtaq bölgüçlerning ichidagi eng cho'ngi qaysi? 4. Yeni bir örnek berey. Onda bo'lsa masalan qanday 18 bilan 24. 18 ni bütün bilalaydigan sonlar. Qaysi ba? 1 ba, 2 ba, şunama, 3 ba, anın dikinci yana 6 ba, 9 ba, 18. 24 ni bütün bilalaydigan sonlarcha 1, şunama, 2, 3, 4, 6, 8, 12 qanda 24. Onda olsa 18 bilan 24 ning bölgüçlerining ichidagi qanda o'rtaq bo'lgan o'rtaq bölgüçler qaysi? 1, 2, yani 3, yani 6. Shundami? Eng cho'ng qaysi ekanida bo'lsa 6 degan gap. Eng oxirida yana bir tal örnek berey. Masalan, 24 bilan qanda 32 bo'lsin. 24 nikini yozib qo'yaydim shundami? Ko'chirib yozib qo'y. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 qanda 24. Onda bo'lsa 32 ni bütün bilalaydigan sonlarcha bir yozib qo'yili. 1, shundami? 2, 4 ga bo'lsam necha chiqadi? 8, shundami? Onda bo'lsa 8 mi bütün bilalaydi, ya'ni 16 bütün bilalaydi, ya'ni 32 bütün bilalaydi. Shundami? 32 ni 32 bo'lsam necha? 1. Onda olsa ortak bölgüçleri qaysilari? Qaysi? 1, shundami? 2, ya'ni 8, 2lisi bor. Shundami? Onda olsa 1, 2, yana 4 mi qilib qapti. Unda bo'lsa buning ichidagi eng cho'ng qaysi? 8. Undaq bo'lsa savol. Biz her daim qanda ikki sonninki eng kichik umumiy hasilik yoki o'rtaq hasilik yoki bo'lmasa qanda eng cho'ng o'rtaq bölgüchisini topgan vaqtda her daim shunday yezib topamdik. Agar bu sonlar masalan qanda birisi 32, birisi 48 shundami? Mushta bo'lib ketsa, buning hasilik sonlarini qanday hisoblab bo'lamiz shundami? 32, 64, 96 degandek. Bizning qanda bir taktik bormi? Albatta bor. Men qanda masalan 18 bilan 24 ni misol qilay. 18 ni yazdım, 24 ni yazdım. Shundami? Biz buni qanday qilmaymiz desa, tüp sonlarga bilamiz. Biz tüp sonlarni tunji soat darsimizda so'zlagan shundami? Qanday sonlar tüp son bo'ldi? Faqat 1 va o'ziga bütün bo'ladigan sonlar tüp son bo'ldi. Unda bo'lsa eng kichik tüp son qanday? 2 dan tortib bo'lay. 18 ni 2 ga bo'lsam 9, 24 ni 2 ga bo'lsam 12. Shundami? Bir taqson bir tüp son bo'lib qoldi. Unda bo'lsa keyingi tüp son 3 ga bölsem bo'ldi shundami? 9 ni 3 ga bölsem 3, 12 ni 3 ga bölsem necha? 4. 3 bilan 4 ni yana davomli tüp songa bo'lgili bo'lamdi? Yo'q. Unda bo'lsa mishada to'xtaymiz. To'xtagandan keyin qanday qilamiz? Biz yon tarafdagi sonlarni ko'paytiramiz, qaranglar. 2 ko'paytirilgan 3 tang necha? 6. Nimadan darak berdi 6? 18 bilan 24 ni qanday? Eng cho'ng o'rtaq bölgüchisi. Unda olsa sirtidagi bütün sonlarni ko'paysam-chi, 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 4. Shundami? 2 yarışı necha? 6, 3 ni ko'paysam 18, 18 ga 4 ni ko'paysam 72. Bu 72 nimadan darak beradi? 18 bilan 24 ning eng kichik umumiy yoki o'rtaq hasilik soni. Biz bu aytdim 18 bilan 24 ning eng kichik o'rtaq hasilik sonini topmadik shundami? Ishimizni anlatib baqamdik. Buni isbotlash uchun 18 ning hasilik sonlari. Birasi 18, ikkisi 36, uchasi qanday? 54, to'rtasi 72, beshasi 90, oltasi 108, qanday? 7asi bo'lsa 126, 8asi bo'lsa 144. Shundami? Unda bo'lsa 24 ning hasilik sonlari. Birasi 24, ikkisi 48, uchasi 72, to'rtasi qanday? 96, 5'si 120, 6'si 144. Misal yazay. Cheksiz ketadi çünkü. Unda olsa o'rtaq hasilik sonlari qanday? 72 bo'lgan. Ya'ni
144 bo'ldi. Ya'ni keyinda qanda 216 ta nurg'un sonlar bor degan gap. Unda bo'lsa eng kichik umumiy aslilik soni 72 chiqamdikan. Unda bo'lsa xulosa qilam, bu xil taktika bizga qanda 2 butun sonning qanda eng kichik umumiy aslilik soni va eng cho'ng o'rtaq bo'lgichisini toptirdi. Yana bir misol beraylik. Masalan 24 bilan 32 ni misol qilaylik. 24 bilan 32 necha bo'lamiz? 2 ga shunami? Miyada 12, miyada 16 chiqdi. Yana 2 ga bo'lgul bo'ldi. Miyada 6, miyada 8 bo'ldi. Yana 2 ga bo'lsam-chi, miyada 3, 6 ni 2 ga bo'lsam 6 ni 2 ga bo'lsam 3, shunami 8 ni 2 ga bo'lsam 4. Davomliq bo'lguli bo'lamdi? Yo'q. Unda to'xtaymiz. Oldidagi sonlarni ko'paysam shundami? Ma qismini ko'paysam qanday bo'ldi? Menga eng cho'ng o'rtaq bo'lgichisini toptirdi. Unda bo'lsa 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 tang necha? 8. Ko'rdingmi? Unda bo'lsa qanday? Hammasini ko'paysamchi 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan necha? 4. 2 2 necha? 4. 2 ko'paysam 8, 3 ko'paysamchi 24, 24 4 ga ko'paysam 96. 96 24 bilan 32 ning qanday eng kichik umumiy haslik soni bo'la oladi. Unda bo'lsa, masalan qanday 32 bilan 48 eng oxirida yana bir tal so'zlaylik. 32 bilan 48. Necha bo'limiz dedik? 2 dan boshlab bo'limiz shundami? Tub sonlarga bo'limiz. 2 ga bo'lsam necha? 16, 24. Yana 2 ga bo'lsamchi qanda 8, 12. Yana 2 ga bo'lsamchi 4, mavchi 6. Yana 2 ga bo'lsamchi 4 2 ga bo'lsam 2, 6 2 ga bo'lsam 3. Shunami? Misha to'xtaymiz. Oldidagi sonlarni ko'paysam qanda 32 bilan 48 ninki eng cho'ng o'rtaq bo'lgich chiqdi. Hammasini ko'paysamchi eng kichik umumiy aslilik son chiqdi. Chiqirib boqaylar. 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2. Necha? 16. Shundami? Unda bo'lsa 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3. Shundami? 2 2 necha? 4. 2 ko'paysam 8, 2 ko'paysam 16, 2 ko'paysam 32, 3 ko'paysam 96. Buniki yozib o'tirishdan hojat yo'q. Buning o'xshash qanday mushkil taktikalar bilan topimiz. Unda bo'lsa 32 bilan 48 ninki eng kichik umumiy aslilik soni 96, eng cho'ng o'rtaq bo'lg'ichi 16. Eng oxirida bir tal savol qolib qoldi. Masalan 3 bilan 5 ninki qanday eng kichik umumiy haslik soni, ya'ni o'rtaq haslik sonini toping dedi. Men qanday mushta bo'lashga tirishdim, lekin hech qanday sonlik bo'lanmaydi. Unda bo'lsa bo'lanimiz qanday qo'yamiz? 3 bilan 5 ni ko'paytib qo'yamiz. 3 qanday 15, 3 bilan 5 ninki eng kichik qanday o'rtaq haslik soni bo'ladi. Mana biz bularni nima uchun o'rgandik? Biz buni qanday keyingi darsimizda oddiy kasrlarga oddiy kasrlarni qo'shash elishda ishlatamiz. Unda bo'lsa bugungi darsimiz qanday eng kichik o'rtaq haslik son va eng cho'ng o'rtaq bo'lgichi. Ya'ni qanday EBOB va EKOB. Qanday eng buyuk o'rtaq bilan eng kichik o'rtaq katsayı. Shunami? Darsimiz mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.